Ko'pchilikning oshqozon sohasida og'riq bo'ladi. Lekin tekshirtiradi. Masalan, FGDS degan tekshiruv bor. Shlanka yutib masalan tekshiriladi. Unda hech narsa chiqmaydi. Undadir chiqishi ham mumkin, yazva bo'lishi mumkin yoki gastrit bo'lishi mumkin. Lekin juda ko'pchilik insonlarnikida tekshirsam oshqozonim yaxshi chiqdi deyishadi. Lekin kuchli og'riq bor. Ovqat yesa ham, yemasa ham har doim постоянный og'riq bo'ladi. Lekin agar o'shani kuzatadigan bo'lsangiz yoki yaxshilab savol beradigan bo'lsangiz, qanaqadir bir stressli holat bo'lgan yoki qanaqadir bir vaziyatga tushganlar, o'sha vaziyatni hazm qila olmaganlar va o'shandan keyingina boshlangan. Ya'ni oshqozonda kuchli spazm bo'lib qolgan. Shu spazmning natijasida hattoki oddiy suyuqlik yoki choy yoki suv ichadigan bo'lsa ham oshqozonda achishish va og'riq paydo bo'ladi. Sababini bilishmaydi. Sababi bo'lsa bu yerda ichki organni, ya'ni o'sha oshqozonni spazmga tushib qolishi bo'ladi. Ba'zi bir insonlarda shu vaziyatni hazm qila olmagan hisobiga diafragmal griz rivojlanadi. Ya'ni bu o'zi operativ davolanadigan kasallik. Aslida bu kasallikni ham, ya'ni diafragmal grizani ham bez operativ tuzatsa bo'ladi. Ya'ni oddiy visceral terapiya yo'li orqali shu oshqozondagi og'riqlar, ya'ni oshqozoni og'riydigan insonlarda ko'pincha agar so'raydigan bo'lsangiz, miyasida yomon xayollar bilan birga keladi. Psixolog bilan tilida aytganda yopishqoq xayollar deydi. O'zim olamayman, lekin o'zim bilmagan holatda shu xayollar meni tinch qo'ymaydi, har doim miyamga yomon xayollar kelaveradi deyshadi. Ana o'sha bemorlarda oshqozonda kuchli spazm bo'lgani hisobiga ham diafragmal griz rivojlanadi. Spazm bo'lganda hech qachon oshqozonni o'zi spazmga tushmaydi. Har doim o'tqob va diafragma bilan birga qattiqlashishni boshlaydi. Qanaqadir bir o'sha situatsiyadan, stressli holatdan keyingina. Ana o'shandan keyin bularda shu og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Buni bo'lsa oddiygina yechimi visceral terapiya bo'ladi. 5-6 kunda o'rtacha bu kasallikdan qutulsa bo'ladi. Ya'ni hech qanday dori-darmonlarsiz, tabiiy yo'llar bilan ichki organlarning holatini yaxshilash hisobiga, qon aylanishi, spazmni olish hisobiga kimik dori-darmonlarsiz tuzatsa bo'ladi.